Assalomu alaykum, Xikol Agrofarm obunachilari. YouTube'ga anchadan beri video olmadim. Bugun olishga qaror qildim. Quyonimiz bolalari ham katta bo'lib qoldi, ko'rishingiz mumkin. Bu tug'mari. Bor yana ikkita bor. Yana ancha kinetkalarimiz bo'shab qoldi, sotuv emas, sotuv bor. Urg'ochilarimiz qoldi. 2, 4, 5, 6 nafar urg'ochi quyonimiz qoldi. Shuni mumkin katta. Bu yerda hammasi erkaklar, 7 nafar erkak bor. O'zimiz ishlab turgan samiz. Samkalar. Quyonxona haqida tanishtirib o'tishim shart emas, o'zingizlar bilasizlar. Agar yangi ko'rayotganlar bo'lsa, quyonxonamiz oti Xikol Agrofarm. Noldan sekin quyonchilikni reja planlashtirib olib chiqamiz. Hammaga nasib qilsa buni quyonlarni ko'pini boqish. Quyonxonamiz mana shundan iborat. Suyini ichyapti. Bizda Xikol quyonlar aslida hammasi go'sht yo'nalishida. Qapaslarimizni ham o'zimiz yasaganmiz. O'zimiz rasxod qilib qo'ldan kelgan stiklarni tozalab, parasini qilib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoq qapaslarimiz 10 ta ona quyonga mo'ljallangan. 5 ta nargisi, 5 ta nargisiga. 10 ta ona quyon ishlaydi bu yerda, xudo xolisa. Hozir ishlayotgan quyonlarim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta ishlayapti. 8, 9 ikkitasi ishlamayapti. Ikkitasini ham qochirib qo'yishimiz kerak. Yem. Birinchi masala bizda yem. Yem juda qiynayapti. Haqiqatda yem qiynayapti. Yem olib kelishi ham kuniga 30 yo 40 minglik yem yeydi. Bir kunda hozir shunaqa yeyapti. 3 kundan beri hisoblayapman. 30-40 minglik yem yeyapti bir kunda quyonlarimiz. Endi shuncha quyon bo'lgandan keyin yeyishim kerak. Karmishlar to'la turadi yeyapman. Mana samiz quyonimiz. Bular ham samiz. Yo, samka. Katta samka quyonlarimiz. Samkalarni sotib yubordik, sotilyapti. 2, 4, 6 dona samka quyonimiz qoldi. Shuna qolsa qishga endi sekin salafalarni yopib, oldinlarini yopib, chigitni pechga qo'yib, qishga to'g'irlaymiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, like va podpiska esdan chiqmasin. Qiziqarli yangi videolarimiz hali oldinda. Xikol Agrofarm biz bilan bo'ling.